Savol. Assalomu alaykum. Biz 10 sotamiz. Ba'zida uning bahosi turaqliq bo'lmaydi. Masalan, kishilar baho 60 so'mdan biroqla 20 xalta uning pulini oldin topshirib, futurliq 1 dan 2 dan olib ishlatadi. 20 xalta tugab bo'lguncha baho 65 so'mga chiqib qoladi. Ba'zida 60 so'mdan tushib ketadi. Bu chaqda asli baho bo'yicha beramdiq yoki shu o'sgan baho bo'yicha beramdiq? Alloh rahmat qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Alloh hammamizga rahmat qilsin. Unga oldin pul topshirayotganda un bahosi pul topshirgan kundagi baho bilan bekitiladi. Sotib un do'konchida omonat bo'lib turadi. Baho o'sib ketsami, tushib ketsami, do'konchi xaridorga unini burunqi sotilgan bahoda putishga vaqt topshirish kerak. İbn Abbas radhiyallohu anhuma aytadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganda kishilar 2 yilning va 3 yilning xormasiga oldin ala pul topshiradi. Shunga Rasululloh kimki biror narsaga oldin ala pul topshirmoqchi bo'lsa, kamchan aniq, vaznini aniq qilib, ma'lum muddatga pul topshirsin dedi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 152 numurliq fatvo.